Hammaga salom, sizlar Mehroj Vizual kanalidasizlar va bu Radmir KRP. Kecha o'yinga obnovleniya keldi 8.3 va juda ko'p ishlarga yengillandi. Bu obnovleniya asosan o'yindagi ishlarga yengillanish berdi. Va hozir bugungi videoda aynan mana shu ishlar nimalar o'zgarganini ko'rib chiqamiz. Ana bo'lmasa ketdik. Agarda bizlar bilan o'ynamoqchi bo'lsanglar, Hasan yokida kompyuterda Radmir KRPdan 11-serverga kirasizlar. Xo'p, avvalambor biz Pravitelstoga kelib olishimiz kerak. Aynan mana shu ishlarni tanlasak bo'ladi. Xo'p. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Deyarli meni akkauntimda hamma ishga dostуп bor. Pilotdan tashqari endi bunga pilotda aynan pravasi kerak. Men hozircha yo'q, uni olmaganman hali. Boshqa hamma ishga dostуп bor, ya'ni legalim yetadi. Hop, bugun aynan juda ko'pchilik maqtayotgan mashinist poyezdda va mashinist metroda ishlab ko'ramiz. Endi kimlarga poyezd yoqadi, kimgadir metro legan beradigan puli bir xil keladi. Farqi shundaki, poyezdda sizlar aynan karta bo'ylab yurasizlar. Ya'ni oladigan bo'lsa 100 lira poyezd bor, mana lagaj bilan qo'yib qo'ygan, shunday qilib turibman. Butun karta bo'ylab aylanib yurasizlar. Aynan farqi shunda poyezdda. Mashinist metroda bo'ladigan bo'lsa, sizlar karta bo'ylab yuraysizlar-da. Shaharning ichida yurasizlar va marshrut kichkina bo'ladi. Altta mashinistlar. Hamma ishdan shaharimizni ichidan aylanib yuraverasizlar. Va yerni tagida bo'ladi asosan. Kimga qaysi qulay bilmadim. Misol uchun menga mashinist metro yoqadi ko'proq. Va hozir shuni ishlab ko'ramiz. Oldinlari metroda ishlash asosiy sababi bu keysda edi, ya'ni keyslarni keyinchalik sotsanglar bo'ladi. O'zi olgandan keyin metroning yaxshi tarafi shunday ediki, ko'proq keys berardi metro qolgan ishlarga qaraganda. Bundan tashqari metroda aniq bir faqat o'zgaruvchi marshrut emas, aynan aniq bir marshrut bo'lgani uchun unga qanaqadir chegit yoki botlar qo'yish osonroq. Chunki boshqa ishlarga qaraganda lekin chit bilan o'ynash hech kimga tavsiya qilmayman. Buni oxiri baribir bam bilan tugaydi. Hammani mashtiga kelasizlar agar metroni tanlagan bo'lsanglar. Mana agar metroni tanlagan bo'lsanglar, hatto mexanik bor. Kartani o'zi ochsanglar mana. Hatto mexanik bor, glavniy kitkarini o'tib ketadigan most yonida mana shu unaqa pusto joy bor. Mana shu metroga ishga kiradi mana bu. Mana bu joyda. Mana shu nashat работу bosasizlar va sizlarga chat kerak bo'ladi. Bu yerda yoziladi. Mana shu o'chit bit mashinistim. Bu ya'ni devotni hozir sanoning boshqa mashinist ishlayapti. Sen o'chirtasan, kutib turibdi. Hozir X3 bergan serverga, undan tashqari obnovleniya kelgani uchun ham bunaqa ishlar pilot ayniqsa juda ko'p odam ishlayapti. Ya'ni shu yaxshi pul to'layotgan, yaxshi kesh berayotgan uchun hamma mana shunaqa ishlarga o'tirib olgan hozirgi paytda. Va qarang endi kutamiz o'chirtimiz kelishi. Hop, mana o'zi boya bosib qo'yganimizdan keyin o'zi avtomatik bizlarni o'chirtga qo'yib qo'yadi va mana hozir men hech narsaga tegmadim, o'zi mana poyezd spawn qilib berdi menga va metga qo'ydi. 600 sekund vaqtingiz bor, 600 sekund ichida o'tirdinglar bo'lsa, atmay olib ketadi. Hop. Va yana bir narsa aytish esimdan chiqibdi. Metro va poyezd hamda pilot faqat va faqat kompyuterning versiyasida mavjud. Telefonda bu ishlarda ishlab bo'lmaydi. Ya'ni Hasan onlaynda. Hop, bu yerda Discord degan joyni ko'ryapsizlar. Ishda slashing высокий deb turib qizil yozuv chiqazyapti. Bu nimaga chiqyapti? Sizlar agar hatdan ziyod tezlashib ketadigan bo'lsanglar, bu ogohlantirish beradi. Agar tez kursga tursanglar, sizlarni ishdan bo'shatib yuboradi ham. Bu aynan metro stansiyalar mana shunaqa o'z vaqtida to'xtashinglar shart. Agar tezliklar hatdan ziyod baland bo'ladigan bo'lsa, sizlar o'tib ketib qolasizlar. Bu esa sizlarga предупреждение, ya'ni ogohlantirish beradi. 2 martadan ko'p ogohlantirish beradigan bo'lsa, ishdan sizlarni bo'shatib yuboradi o'sha joyga o'zida. To'xtaganlarning kartani yonidan chiqdi. 3 sekund, 2 sekund, 1 sekund timer. Timer tugagandan keyin yozishni boshlaysiz.
va следующий stansiya deb turib ko'rsatib turadi. Keyingi stansiyalarga qancha qolganini mana shu hisobga olib turib to'g'rizib berasizlar aynan. Va ko'ryapsizlar, bitta stansiyadan 8190 rubl berdi. Bu metro uchun normalniy darajada katta summa bitta stansiyaga bu. Shuning uchun ham hozir bunaqa ishlarda juda ko'pchilik ishlayapti. Ayniqsa aktivniy serverlarda. Lekin shunga yarasha nazorat ham juda ham kuchaygan. Ya'ni adminlar bunaqa ishlarga juda qattiq qaraydi. Ya'ni ko'pchilik cheat qo'yadi, bot qo'yib oladi. Aynan mana shunaqalarga qarshi bunaqalarga tushib qolmaslik uchun nima qilish kerak? Doimo chatga qarab o'ynashingiz kerak. Admin sizlardan shubha qilaringiz bo'lsa chatga yozadi. Menga ham yozib qolishi mumkin, ko'rsataman ham yozsa. Yozadi aynan. Sen o'yinamisan, sen shutdamsan deb turib ogohlantirishadi. Sizlar nima yozishingizga o'sha payt. Shuni chatda bosasizlar, report ya tut deb turib yozarsizlar, bo'ldi. Admin ko'radida, ha bo'ldi, shutdan yozadi deydi va sizlarni tinch qo'yadi. Mana shu ikkinchi stansiyada o'tdim va shu 16000 rubl ishlab qo'yib bo'ldim. Menimcha 20-level uchun, endi bilmayman, bu adashsam 17-20-levelda edi. 20-level uchun juda ham yaxshi pulda 16000 rubl. Va aytgancha bu pulni faqat 2-3 payti beryapti. Mana tezlikni orttirib olsanglar, pastda timer chiqadi. Mana shu vaqt ichida pasaytirsanglar, pasaytirtinglar. Yo'qsa ishdan chetlashtirib olasiz sirasi. Va yana bitta so'z narsa qilishibdi. Oldin bu narsa yo'q edi. Aynan stansiyaga to'xtaganlardan keyin W ham, S knopka ham ishlamasgan. Vaqt tugagandan keyin faqat ishlash boshlaydi. Buni zo'r qilibdi. Chunki ba'zida bo'lardi, aynan 1 sekund, 2 sekund qolganda W ni bosib yuraversanglar, shtraf berib yuborardi. Hozir esa bemalol bosib tursanglar ham bo'ladi, yurib ketmaydi aynan poyezd. Hop, ko'rishingiz mumkin. 81900 ishlab biz bitta dona qurilgan bitta polni aylantirib uchun shu bir ishladik. X3 paytda
Menimcha bu yomon emas, juda yaxshi ko'rsatkich deb o'ylayman. Yana shunaqa videolar chiqishini xohlasanglar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar va kommentariyada keyingi video nima haqida bo'lishini ham yozib qoldiringlar. Sizlar bilan birga Mehroj Vizual bo'ldi. Hammaga ko'rishguncha